Assalomu alaykum hammaga. Mana navbatdagi bitgan qafasimizni dastlabki qilib beryapmiz. Andijon viloyatiga Shopir akamizdan mana labu xizmatlarigacha bor. Kimga shunday xizmatlarimiz kerak bo'lsa bemalol telefon qilaverasizlar, yetkazib beramiz. Mahsulotlarimiz sertifikatga ega bo'lgan, cheklanmagan miqdorda zakazlarni qabul qilamiz. Birinchi o'rinda sifati chiroyli mahsulotlarimiz. Yonlari ham mana Atachinto suv shimmaydigan apshipkalardan qilganmiz. Tagida g'ildirak roliklari bor. Mana tormozni berib qo'ydik, aqabaqa siljimasligi uchun. Xudo xolasa Namangandan Andijon viloyatiga jo'natyapmiz. Bu qafasimizni yetkazib berish xizmati bilan 2.200.000 so'mga Andijon shahriga jo'natib yuboryapmiz Namangandan. 16 ta uyali parlash xonalari bor ichida. Tashqarida vazishka qo'noqlari bor, portichkaga ega, eshiklari arka shaklida. Mana oldi apshipkalari ham baquvvat bo'lgan. Sitkalari zanglamaydi. Xudo xolasa qafasimiz juda ham chiroyli chiqdi, egalariga ham yoqdi.